Salom aziz o'quvchilar, kanalim a'zolari va endigina a'zo bo'layotganlar va bo'lmoqchilar. Hamma barcha o'quvchilarga salomlarimni yetkazib qolaman. Demak, bugungi darsimiz testoviy dars bo'ladi. Shu dars orqali men sizlarni darslarimni kuzatib borib, birgalikda to'qishni o'rganib, to'qib borayotganingizni bilib olishim mumkin. Kommentariyga albatta javoblaringizni yozing. Hozir har bitta mana bu 4 ta ustunchali har xil ko'rinishga ega shakllarimiz nimani bildirishini kommentariyda yozishingiz kerak. Hozir esa men sizlarga variantlarni o'qib eshitiraman. Faqat variantlarim tartibga ko'ra emas, aralash holda o'qiyman. Sizlar esa qaysi shakl, qaysi variantga to'g'ri kelishini kommentariyda albatta yozib qoldirishingiz kerak. Demak, boshladik. A variant: bir nuqtadan to'qilgan 4 ta yarim ustuncha. B variant: 2 ta yarim ustunchali do'mboqcha. V variant: yuqori qismi umumiy 3 ta yarimta ustuncha. G variant: 5 ta yarim ustunchali popkorn. Demak, albatta sizlarning javobinglarni kommentariyda kutib qolaman, azizlarim. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Albatta kanalga obuna bo'ling va yoqqan video darsliklarga albatta klass bosing. Ko'rishguncha xayr.